barcha sirtqi ta'lim shakllari bekor qilinishi, ya'ni yopilishi, unga qabul bo'lmasligi haqida e'lonlar chiqdi. Bu yangilikni qanday qarshi oldingiz? Maxsus sirtqimizda hozir tahsil olayotgan talabalarimizni qariyb 98% ishlik. Xohlaymizmi, xohlamaymizmi, xususiy oliy ta'lim muassasalari ham davlat uchun alohida bir o'sha raqib sifatida qaraladigan, sof raqobatni shakllantiradigan bitta katta strukturaga aylandi. Oldin kvotalar belgilanardi. Nimadan kelib chiqib? Iqtisodiyotning imkoniyatidan kelib chiqib. Part-time education deganda o'zini nimani tushunamiz? Bu O'zbekiston uchun yangilik bo'ladigan bu ta'lim shakli qanday ta'lim shakli? Sirtqidan nimasi bilan farq qiladi? Va buni yaxshi va yomon tomonlari haqida gapirib bera olasizmi? Sen to'liq sirtqiga o'tib ketma. Mana keyingi yildan part-time education agar joriy etiladigan bo'lsa, bir semestrda bizni o'quv rejamizda 6 ta fan bo'ladigan bo'lsa, sen aytaylik 4 tasini imkoniyat topib o'qib olasan. Britaniyada shunaqa ekanki, masalan, bakalavriat bosqichini 12 yilda tugatish imkoniyati bor ekan. Masalan, 12 yildan o'tib ketadigan bo'lsa, u hamma kreditlarni qaytadan to'plash kerak. Shu umumiy summani, kontrakt summasini olmishga bo'linadi. Ikkita fanni tanlagan bo'lsa, o'shanga ko'paytiradi. Bu juda ham qulay. Endi u yig'laganiga, tushkunlikka tushganiga biz bahoni qo'yib beradigan bo'lsa, u universitet bo'lmaydi. Shunchaki diplom sotadigan universitetga aylanib qoladi. Biz diplom emas, bizga sifatli kadrlar kerak.